Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan 2000 dollarga bitgan obyektni ko'rib chiqamiz. Remontimizga bitta baho berib qo'yinglar. Barchangizga assalomu alaykum. Pastki qismingizni mana shunday chiroyli va zamonaviy remont qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol usta akamizga aloqa chiqib, ekran nomerlarini chiqarib qo'yaman. 2000 dollarga mana shu obyektimiz bitgan, usta haqqi mahsulot hamma narsasi ichida bitta sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Obyektni kattaligini ko'ringlar. Aziz do'stlar, tashqari va ichkari qismi bo'lyapti. Bu narxda ichida, lekin juda ham chiroyli qilib bitkazib berganlar. Traventin turlari juda ham ko'p. Usta akamizga aloqa chiqsalar degan xohlagan fasonlarda aziz do'stlar urib beradi va kataloglar ham tayyorlab beradilar. Yaltirashlarni, ko'ryapsizlarmi? Polirovka va laklarigacha qilinadi. Narx-navolarga kelsak, bu devorimiz 1 kvadrat metri 10 dollardan bo'lgan, usta haqqi mahsulot hamma narsasi ichida. 9 dollardan boshlangan to 14 dollargacha Leonardo fason, Cartamira fason, har xil fasonlarda urib beradilar. Bu chista 3D rombik fason bo'ladi. Bitta baho berib qo'ysalaringiz bo'ladi. Naqd 10 yillik garantiyasi bor aziz do'stlar, lekin remontchini vahshiy yorib yuborganlar usta akamiz. Общий aziz do'stlar 15 kunda ichida mana shunday chiroyli holatga keltirib berganlar usta akamiz. Aloqaga chiqaveringlar, ekran nomerlarini chiqarib qo'yaman. Qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Usta akamiz o'zlari Samarqanddan viloyatlar bo'yicha chiqib mana shu chiroyli holatda bitkazib berar ekanlar.